Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga uy sharoitida bir dona tuxumdan tovada pirog tayyorlash retseptidan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: bir dona tuxumimizni chaqib olamiz. 140 gramm shakar solib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz vinchikda. 200 ml issiq sut soldim. Yaxshilab aralashtirib yuboramiz shakarlar erib ketguncha. 100 ml o'simlik yog'i soldim. Buni ham yaxshilab aralashtirib, 300 gramm, 320 gramm unimizni oz-ozdan solib, 1 choy qoshiq razlixetil, yarim choy qoshiq non soda solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Qumovlari qolmasligi kerak albatta. Unimizni oz-ozdan solib, yaxshilab quyuq xamir bo'lguncha yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana xamirimiz mana shu shaklda quyuqroq bo'ladi albatta. Yog'lab olgan tovamizga xamirimizni solamiz. Solib olgach, ustiga yong'oqni mana shu shaklda qilib terib olamiz. Yong'oqni ezib olib, sepsangiz ham bo'ladi albatta. 160 gradusda 30-35 minutda pishirib oldim duxovkamda. Mana ko'rib turganingizdek juda ham yumshoq bo'lib chiqadi ichlari. Juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek baland bo'lib, ichlari yumshoq, paxtadek bo'lib chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar. Resept yoqqan bo'lsa, kanalimga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar.